bir odam ko'chada ketayotsa, ota-ona sotiladigan e'lon turganmish. Hayron qolibdi. Bu e'lon ota-ona ham sotiladi, mebel sotiladi, uy sotiladi. Qarab dedi. Yaxshilab o'qisa, telefon raqamlari ham turganmish. Ota-ona sotiladi. Telefon qilibdi. Assalomu alaykum. E'lon tushib qoldi ko'zimga. Ota-ona sotiladi degan ekan. Shunda otam ham yo'q, onam ham yo'q. Olmoqchi edim, shunga telefon qildim. Siz keling debdi. Uyda adresini aytibdi. Haligi ham uyga kelib pulni olib, to'g'ri boribdi. Qarasa bir hashamat uy turganmishdi. Adashdim shekilli debdi-da. Men qaytib ketmay deb qo'ng'iroqni bossa, haligi odam eshikni ochibdi. Assalomu alaykum. E'lon bilan keldim-da. Ketayotsam ko'chada e'lon ko'rib qoldim. Ota-ona sotiladi degan. Shuning otam ham yo'q, onam ham yo'q. Xudodan shunaqa zo'r qilardim. Ertalab tursam, so'rida bir to'ldirib otam bilan ona turgan bo'lsa, bitta duo olib ketsam, qaytib kelsam, ota-onam bo'lsa, hajga jo'natsam, olib kelsam, yutug'imni aytsam, boshqa qilsam deb yurardim. Lekin uylarni ko'ryapman, men unaqa uyim yo'q. Men bir oddiy odamman, faqat pul ortiga yig'ib qo'ydim. Shu e'lonni ko'rib o'sha kunda men uxlamayapman. Yana noto'g'ri tushunmang desa, ichkariga kiring debdi. Ichkariga kirib shunda turgan ekan. Men g'alati bo'lyapman, bunaqa hashamat uyda o'tiribman, men unaqa pulim yo'q desam, siz bizni sotib olib bo'ldingiz. Sababi shu e'lonni berganimizga 8 yil bo'ldi. Birinchi birta odam telefon qildi, u ham bo'lsa siz. 8 yil ichida. 8 yil ichida. Biz er-xotin turmush farzand ko'rmadik. Erim aytdim, bolasi olaylik desam yo'q dedi. Erta bo'lar, indin bo'lar farzandimiz, ancha kutib qoldik. Yoshimiz katta bo'lib, keyin ba'zan eshitib qoldik, boqa olgan bolasi ham ota-onasini qidirib ketib, mensimay qo'ygandan keyin uylanib turdik. Shu e'lonni bir tavakkal qilib berdik. Bizga ota-onam deydigan, ota-onani qadriga yetadigan, ota-ona nimaligini bir sezadigan, ota-onaga muhtoj bo'lgan bir farzandga biz ota-ona bo'lsak deb e'lon berdik. Manachi to'g'riroq siz bizni sotib oldingiz degan ekanda. İnson 8 yil ichida 8 yil. İnson hayotda ma'no qidiradi. Ma'noni teskarisi onam so'zida. Madad birdan birovga siz yurishmay qolsa, bir narsa qilsa madad kuch qidirasiz. Madadni ruchkada yozib teskari o'qing, dadam so'zi kelib chiqadi. Hayotda ma'nosi onam, hayotda madadda dadam. Rostdan o'tib İnson hayotda ota-onasi bo'lmasa, oilasi bo'lmasa, 1000 ta erishgan yutug'i bir tin. Kim bilan bo'lishadi u? To'g'ri. Hech kim bilan. Men xotinimga aytaman, xotin, mayli, odamlar reytingini qilib, mana palon xit paradda birinchi o'rinda, uni biz er-xotin oilaviy xit paradda birinchi o'rinda tursak bo'ldi deydi. Oilaviy reytingda baland bo'laylik. Endi o'sha aytgan narsa hammasi bolangizga ham qaraydi-da. Bu qushni ko'ramizda, o'shanga qarab qilg'iz qiladi. Hayvonga 2-3 marta qilg'izsa hayvon ham qilyapti. U ham ko'rganini qiladi-da. Shu uchun bolalarga baribir o'rnak bo'lasizda. O'sha narsa qilishingiz. Men o'sha yerda she'rni ko'p aytganman ko'rsatuvda. yana eshitdik she'r. Men o'sha aktyorman, o'sha gunohkor. Sahnada tug'ilib o'limini kutgan. 1000 ta xurliqoga sevishin aytib, 1000 ta xurliqoni qarg'ish tutgan. Yig'layman shaharda o'tguvchi yo'q. Faqat ko'z yoshlarga to'ladi xonam. Qishloqqa qaytdi yig'laydi qargal, tushlarimga kirib qokisar onam. Kechirgan onajon qayta olmayman. Qolaman deb va'da berdim kimlarga. Men o'sha aktyor, o'sha gunohkor, kulchangni almashgan oyimchalarga. Hayot bu teatr, hayot bu kino. Har kun rol o'ynaymiz, takror va takror. Onajon, bu dunyoda har bitta odam o'zi bilmasada yaxshi aktyor. Men o'sha aktyorman, o'sha gunohkor. Kimnidir azoblab o'zim quvnayman. Ey Xudo, ertaga yoningga borsam, farishta rolini qanday o'ynayman? Bunda o'yin qarshdan rolini rostdan ham o'ynaymiz. Keyin bolalarimiz katta bo'ldi-ku. Hozir o'zimga kecha yaqinda she'rni qildim turib. G'ulomjon Normatov shoirimiz she'rlari, she'r haligi. Xotin bugun o'sha o'tirgan joyda bolalarimiz televizor ko'rib turibdi. Yaqinlarimiz o'shalarga hammaga aytaman. Baribir er-xotin ko'p oilalarda shunaqa sinalgan, bo'lib o'tgan,
bundan keyin ham o'tadi. Boshida eridan xotini erini rashk qilaveradi, eri xotinidan husnidan xato qilaveradi, boshqa narsa qilib qoladi. Oxir bolalar katta bo'lgandan keyin bir-biriga suyanib qoladi. Bir-biridan yaxshisini topolmay qoladi. Kecha qarasam, Instagramda bitta rasm kelibdi. Chol kampirni ushlab, orqadan rasm, uzoq bir yo'lda ikkalasi ketyapti. Hech kim yo'q. Kampir yetaklab ketyaptimi cholni? Yo'q, chol kampirni qo'lida ushlab ikkalasi ketyapti. Tamom, biz hech kim. Baribir shu ikkalasi qoladi-da, uzun yo'l. O'shanda men aytdim. She'rda aytamiz dedim. O'g'limiz alqomat, qizimiz gulyuz. Hali nevaralar quchamiz rayhon. Hovlimiz so'riga ilib arg'umchoq. Ularga qo'shilib uchamiz rayhon. Hali to'y qilamiz, keladi kelin. Qadoqli qo'llaring mayin bo'ladi. Uyg'onsang ko'chaga sepilgan suvlar, dasturxonda non choying tayin bo'ladi. Uy sotib olamiz kichik o'g'lingga. Unda bilim yaxshi, unda shasht yaxshi. Mehmon bo'lamiz haftada, oyda, bunda huzur yaxshi. Bunda gasht yaxshi. Soching oq bo'ladi, mening soqolim. Uyimiz uyimizdek bo'lib ketadi. Biz bilan arg'umchoq uchgan navarang bo'yimizdek bo'lib ketadi. Chol kampir bo'lamiz, xasta tutamiz. Xudodan shu pulni so'radim bizga. Suyunchi pul beramiz, yoshimga yet deb nafaqa pulimiz keltirgan qizga. O'g'limiz tog' qadli, qizimiz gul yuz. Hali nevaralar quchamiz rayhon. Uyimiz so'riga ilib arg'umchoq. Ularga qo'shilib uchamiz rayhon. Bravo. Hammamizga shunaqa chiroyli hayot nasib qilsin. Qanaqa yaxshi niyat.